Assalomu alaykum hammaga. Meni ko'rib turgan barchaga bugun ham yana bitta zo'r mavzuni ochib berishga qaror qildim. U ham bo'lsa hozirgi yoshlarimizni eng ko'p tashvishga solayotgan o'ziga ishonch qayerdan keladi, uni rivojlantirish uchun nima qilish kerak. Bugungi videomiz davomida asosan o'ziga bo'lgan ishonchni ilmiy nuqtai nazardan rivojlantirish uchun kerak bo'ladigan 3 ta life hackni ochib beraman va albatta undan keyin o'zimni samootsenkamni ko'tarish uchun nima mashq qilganimni va rivojlantirganim haqida ham albatta qo'shib ketaman. Bu video maksimal hammamizga manfaatli bo'lishi uchun juda ham ko'p izlandim. O'ylaymanki, uni oxirigacha ko'rasiz hamda mendan kichkina sovg'a sifatida mana shu narsani tayyorlab qo'ydim. Bu nima deydigan bo'lsangiz, buni men Vyetnamdan olib kelganman. Bu muhabbat va omad toshi. Agarda kimda kim bugungi videomizni oxirigacha ko'rib, o'zini fikr mulohazalarini erinmasdan chiroyli qilib kommentariyaga yozadigan bo'lsa, mana shu sovg'ani unga yuborib beraman. Shuning uchun sizga ham menga ham foydali bo'lgan videoni o'tkazib yubormasdan albatta oxirigacha ko'ring. Keling siz bilan ochiqchasiga gaplashamiz. Ko'chada yurganda o'ziga bo'lgan ishonchi baland odam baribir boshqalarga qaraganda boshqacha ko'rinadi. Bu qimmat kiyimlar, takoy soatlar, oxirgi markadagi iPhone telefon yoki qanaqadir prokatga olingan mashinalar haqida gap ketayotgani yo'q. O'ziga bo'lgan odamning ishonchi bu omad emas, u mexanizm. O'shaning uchun undan xarizma doim ufurib turadi. Chunki meni nazarimda imенно samootsenka o'ziga bo'lgan ishonch mushakka o'xshaydi. Uni har doim mashq qildirsangizgina qanaqadir formaga kiradi. Shuning uchun bugun ilmiy asosda psixologlar isbotlab bergan va hammaga yordam berib kelayotgan 3 ta o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishda yordam beradigan kichkina maslahatlarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. O'ziga ishonchni oshiradigan birinchi usul mikro g'alabalar. Mikro g'alabalar deganda ko'zingiz oldiga dafiga mamnuncha narsa kelishi mumkin. Yo'q, bizga u narsa kerak emas. Oddiy narsa. Ertalab vaqtli tura olish. Ya'ni budilnikka o'zingizga kerak vaqtga qo'ydingiz, kerak vaqtda uyg'ondingiz. Молодец, siz zo'rsiz. Yoki bo'lmasam, bugun qanchalik band, miyangiz og'riyotgan va ko'cha to'la chang bo'lishiga qaramasdan boshingiz og'riyotgan bo'lsa ham kitobingizni olib 10 dona varrog'ini o'qib qo'ydingiz. Sizdan zo'ri yo'q. Ishonavering. Yoki bo'lmasam, anchadan beri rejalashtirib qo'yilgan mitingingizga kech qolmasdan bordingiz. Va pisha mas'uliyatlisiz. Ko'ryapsizmi? Hayotimizdagi ikir-chikir va o'zimiz mensimaydigan narsalar aslida bizga ishonch beradigan narsa. Chunki mana shu narsalardan keyin miya, men qila olarkanman. Men zo'r ekanman degan narsani o'ziga singdiradi va uni rivojlantirish va kuchaytirish uchun yana ham ko'proq harakat qiladi. Endi siz ertasi kuni yoki bir haftadan keyin kitobni 10 betini emas, 100 varrog'ini o'qib tashlashingiz ham hech gap emas. Chunki miya shunaqa dozaga o'rgandi va u kundan kunga ortib boradi. Sizning mas'uliyatingiz odamlarga o'rnak qilib ko'rsatish boshlanadi va sizni ertalab vaqtli turish odatingiz ham bir kuni sizni millioner qiladi. Qarabsizki, siz o'ziga ishongan odamga aylandingiz. O'ziga bo'lgan ishonchni oshirishda ikkinchi sinalgan usul. Biz buni power pose deb ataymiz. Pose. Ya'ni modellarni suratga olganimizda har xil pozalar qilishadi va o'ziga bo'lgan ishonchni ham o'ziga yarasha pozalari bor. Ya'ni siz birinchi navbatda o'zingizni qaddi qomatingiz, asankangizni to'g'ri tutishingiz, qo'l harakatlaringiz, jestlaringiz, ko'zlaringiz, nigohlaringiz, bo'yin vakallarini qattiq qimirlatayotganingizni doimiy nazoratga olishingiz kerak. Sababi bizning ichimizda bitta kichkina ablah odamcha bor. U doim bizani tanqid qilib, "Yo'q, menga bu kiyim yarashmagan, meni qiliqlarim o'zimga yoqmayapti, sochim bugun jinicha taradim" kabi narsalarni uqtirib bizani doim pastga urishga harakat qiladi. Va shuning uchun biz inakda bukchayib olib, ovozimizni pasaytirib yoki bo'lmasam og'zimizdan chiqayotgan so'zlarni nazorat qilmay qo'yamiz. Chunki bu nimaga kerak deb o'ylashingiz mumkin. Lekin aslida asankani to'g'ri tutish, pozani ushlash va doimiy dialogni miyamizga "Men qila olaman, men buni uddala olaman. Agar qila olmasam yoki bilmasam o'rganib chiqaman" degan so'zlarni ko'proq qo'shishingiz kerak va g'oliblarga o'xshagan pozani doimiy saqlashda harakat qiling. Asanka yana bir marta aytaman, juda ham muhim narsa. Qaddingizni doim tik tutishga, og'zingizdan chiqayotgan so'zlarni nazorat qilishga, so'zlaringiz dona-dona va insonlarga baland eshitilishiga harakat qiling. Ishoning, sizning gaplaringizda ilmiy, ommabop, o'ta chuqur, ma'noli fikrlar bo'lmasligi mumkindir, lekin o'ziga ishonch bilan aytilgan, dona-dona qilib aytilgan, istalgan so'zni atrofdagilar yaxshi eshitishar ekan. O'ziga bo'lgan ishonchni oshirishdagi 3-chi sinalgan usul tavakkalchi bo'ling. Ota-bobolarimiz bekorga tavakkalni boshi kal deb aytishmagan. Chunki o'zi bir marta yashaydigan hayotingiz bo'lsa, qilsangiz ham afsuslanasiz,
Qilmasangiz ham afsuslanasiz. Lekin qilib afsuslangan ancha xavfsizroq. Qilmasdan afsuslanishi, gardani, armoni juda ham og'ir bo'ladi. Ertaga qaraganingizda bu narsa o'zingizga nisbatan teskari aylanib kelishi ham mumkin. Shuning uchun ham o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishda eng muhim omillardan biri tavakkal qilishda bekorga yetishmaydi. Balki o'xshar, balki o'xshamas, lekin o'xshaganda ham, o'xshamaganda ham siz o'zingizga pozitiv kayfiyat olishga harakat qiling va ko'proq yutuqlaringiz bilan emas, yutqazgan momentlaringiz bilan, omadsiz feyllaringiz bilan maqtanishga harakat qiling. Mana men misol uchun kamerada o'tiribman, siz oldingizda bemalol bir necha qilgan hayotimdagi tavakkallarim aytib berishim mumkin. Sizga shu qiziq, boshqalarga ham. Ertaga omadga erishib millioner bo'lib ketganingizda odamlar sizni bu shohsupaga qanchalar oson erishganingizni emas, balki hayotda hamma qo'rqqan vaqtida siz qo'rqib turib jarlikka shartta sakraganingizni, undan o'tib ketganingizni va qanday zo'r tavakkallik qilganingizni eslab qolishadi. Tavakkal qiling, chunki hayotimiz juda ham qisqa. Yaqinda tug'ilgan edik, birpasda katta bo'ldik, maktab bitirdik, o'qish va hokazo. Shuning uchun tavakkal qilayotgan odam o'zini tavakkallari natijasida o'ziga bo'lgan ishonchini ham oshiradi. Chunki u hamma narsaga boshini suqib ko'rgan va tavakkal qilib ko'rgan. Ertaga u taxmin qilmaydi. Tavakkallari natijasida olgan opiti bilan, bu narsa qilishga arziydi. Bu biznes pul tikishga arziydi yoki yo'q, bu biznesdan naro yurgan yaxshi deb qat'iyat bilan aytoladi. Endi bo'lsa o'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, men ham yoshligimda odamlar o'ziga bo'lgan ishonch bilan tug'iladi. Ba'zi bir odamlar shunaqa qanaqadir ko'rkamroq, ba'zilari esa ikkinchi sort deb o'ylardim, lekin aslida hayotim davomida o'zim tashqi ko'rinishim, qilayotgan ishlarimdagi modifikatsiyalarni ko'rib, qaradimki, hamma narsani progressda o'stirishni iloji bor ekan va buning uchun menga ko'p yordam bergan narsalar har xil multimadaniyatlarni o'rganish. Chunki men yoshligimdan har xil chet davlatlarning madaniyatiga qiziqib ko'rganman va O'zbekistonda yo'q narsalarni ham o'rganishga qiziqqanman. O'zbekistonda qaysidir narsa sizgadir zapret qilindi degani albatta bu mentalitet yuzasidan aytyapman. Bu haqiqatan ham noto'g'ri degani emas. Shuning uchun sizni o'zingizning miyangizga kelayotgan o'y-fikrlaringiz sal boshqalarga, ayniqsa o'zbek insonlarga xos bo'lmasa, siz bundan qisinib, qiymanib, qanaqadir o'zingizni g'alati va izgo'y sifatida erkak o'rdakchaga o'xshab his qilishingiz umuman kerak emas. Balkim bu boshqa mamlakatda o'ta qadrlanadigan qanaqadir talant bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun albatta boshqa madaniyatlarni va ilmni o'rganishga harakat qiling. Mana shunda siz o'zingizni qalbingizdagi yoki miyangizdagi har xil faktlaringiz, gumonlaringiz konkretni axborotga aylanishga yordam beradi. Yana bitta ma'ni qilgan ishim bu kattalarni ko'p eshitardim. Kattalarning gapi, ularni demak istoriyalari yoki bo'lmasam menga aytib berayotgan narsalari menda samootsyenkamni oshirishga yordam berardi. Chunki ular qilgan xatoni men qilmaslikka harakat qilardim yoki bo'lmasam ular qilgan yaxshi ishni men ham qaytarishga harakat qilgan bo'lardim va buning uchun ota-onamga katta rahmat. Ular ham menga samootsyenkamni oshirishga juda ham katta yordam berishgan. Chunki baribir uyda bo'layotgan obstoятельства, ota-onangiz o'zini tutishi, sizni qo'llab-quvvatlamasligi yoki qo'llab-quvvatlashi sizni samootsyenkangizga juda ham qattiq ta'sir qiladi. Shuning uchun agar bu videoni farzandlari bor insonlar ko'rayotgan bo'lsa, sizdan iltimos qilaman, farzandingizni arzimagan xatolar uchun urishni, tergashni va yoki qo'l ko'tarishni bas qiling. To'g'ri, bolani qattiq tarbiyalash, uni irodasini mustahkam qilishi mumkindir, lekin har hamma narsaga urush ursangiz, u ertaga birorta yangi ishni olib qilib, nimadir yaratib ko'rishga qo'rqadigan bo'lib qoladi. Chunki xato qilsa, albatta sizdan dakki ishini va yoki kalta ishini ham biladi. Shuning uchun ularni ko'proq qo'llab-quvvatlashga harakat qiling, chunki baribir samootsyenkaning asosiy ildizi oiladan va ota-onasining tarbiyasidan olinadigan jihatlardan bittasi. Videomiz oxirlaganda sizga amaliy mashqlar ham bermoqchiman. O'zingizdagi samootsyenkani oshirish uchun haqiqiy bajaradigan offlayndagi mashqlar bor. Masalan, bu. Har kuni siz o'zingizga kichkinagina bloknotchingizga, vaholanki kompyuteringizga yoki telefoningiz zametkasiga bo'lsa ham, bugungi qilgan birorta yaxshi ishingizni albatta yozib qo'ying. Bir hafta, bir oy, 6 oy ko'zingiz yumgunizcha o'tib ketadi va qarasangiz, siz bir necha zo'r qilgan ishlaringizni va o'zingizning g'alabalaringizdan katalog tuzib qo'ygan bo'lasiz. Yana bitta amaliy maslahat, oynani oldiga turib olib, albatta o'zingizga qaddi qomatingiz, u tekis turibdimi, qaysi harakatlar sizga yarashadi, yarashmaydi, qanaqa kulish kerak, ularni hammasini bitta mashq qilib ko'ring. Iloji bo'lsa, kamerani orqadan olib ko'ring, chunki juda ham ko'pchilikning yuzda asimetriya bor, albatta menikida ham. Oynaga qaraganingizda yoki oldi kameraga olganingizda bu narsa bilinmasligi mumkindir, lekin keyinchalik boshqa birovning telefoniga yoki videosiga tushganingizda o'zingizni ko'rib qolib, nastroyengiz buzilmasligini xohlasangiz, bu narsani o'zingizning telefoningiz
imkoningizda bajarib ko'ring va qarang qatlaringizni tam boshqacharoq qilish kerakdir. Xullas gap nimadaligini tushunib oldingiz deb o'ylayman. Video sizga maksimal manfaatli bo'ldi degan umiddaman, chunki buning uchun uzoq tayyorgarlik ko'rdik. Qolaversa, imенно mendan shunaqa maslahatlarni olmoqchi bo'lganlar yoki bo'lmasam meni o'ziga coach deb bilib, samootsenka haqida, motivatsiya haqida, eng muhimi shaxsiy rivojlanish haqida fikr-chikrlarni bilmoqchi bo'lganlarga ajoyib yangiligim bor. Chunki men imенно sizlar uchun, o'zim auditoriyam uchun New Me deb nomlangan bitta proyektni boshladim. Bu proyekt disiplina, vaqtni to'g'ri taqsimlash, shaxsiy rivojlanish va o'zidagi berkinib yotgan talantlarni ochish haqida bo'ladi. Agar siz ham mana shu loyihaga qiziqib qolgan bo'lsangiz, hammadan oldin hali hech kimga e'lon qilmaganman, pastdagi silka orqali ro'yxatdan o'tib qo'ying. Chunki eng zo'r bonuslar bu loyiham uchun chegirmalarni hammasi faqatgina kim birinchi bo'lsa va birinchi yozasa, o'shanga demak taqdim qilinadi. Xullas, shunaqa. Keyingi videolarda qanaqa mavzularni ko'tarishimni xohlashingizni albatta kommentariyaga yozib keting, chunki sizni qiynayotgan muammo meni keyingi videolarimni asosiy mavzusi bo'lishi mumkin. Qolaversa, eslatib o'taman, videoni oxirigacha ko'rgan va fikr mulohazalarini chiroyli qilib, uzun qilib kommentariyaga yozganlarga muhabbat va omad toshini sovg'a qilaman. Annyeong.